Assalomu alaykum hammaga. Bugun Termizda oxirgi ish kunimiz, shanba kuni bugun. Cobalt mashinasiga ham qilib berib o'tgan ishlarni juda ham ko'p ish qilib berdik, ko'p video ola olmay qoldik, sababi ulgura olmadik. 76 gradus temperatura dachik chiqarib 77 bo'ldi. Birga bir ishlaydi kompyuter bilan, rulga knopkalar o'rnatib berdik. Hammasi birga bir ishlayapti, hech qanaqa muammo qilmaydi mana. Nari Cobaltimizga ham xuddi shunaqa xizmat, bu Cobaltimizga ham xuddi shunaqa xizmat. Hammasiga bir xil ish qilyapti. Kurs kontrol aksiyaga tushgan, tabloga temperatura datchik. Ko'plar aytishi mumkin, ertaga yakshanba kuni soat 5:00 da Surxondaryodan chiqib ketaman. To Toshkentga bo'lgancha joydan o'tgan safar xuddi 21-soat kuni ko'chaga chiqib turganlarga shunday mana shu temperatura datchikda kompyuter orqali 7 minut vaqt ketadi, yozib o'tib ketyapman. O'sha uchun bemalol telefon qilsalaringiz bo'ladi. Bitta gruppaga qo'shib qo'yaman Telegramga, o'sha gruppadan boxabar bo'lib, yo'lda qildirib olsalaringiz bo'ladi mana shu xizmatni. Mexanika, avtomat farqi yo'q, qilib beramiz. 2018 dan tepasiga bo'ladi. Xizmat haqqi 200 ming so'm bo'ladi. Bemalol telefon qilib qildirsalaringiz bo'ladi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.